Hurmatli urgutliklar, barchaga a'lo kayfiyat tilab qolamiz. Ana yomg'ir ham yog'moqda. Rizq nasiba bu. Urgutning eng chiroyli joylaridan birini ko'rsataman sizlarga. Urgut katta jome masjidi. Mana shundan o'tganda Hasan Husan non va non mahsulotlari burchakda joylashgan. Sveji. Eng qizig'i narxida va grammida hamda sifatida ekan. Bu yerda nafaqat non mahsulotlari va qolaversa bu yerda sifatli go'sht va uni burchakda esa Hasan Husan milliy taomlari, Hasan Husan muzqaymoqlari ham bor ekan. Mana Navoiychi akamizning nonni yopyaptilar. Mana nonlarimiz bor. Bular aka, bular o'tin non dedingizmi? O'tin nonlari. O'tinda pishadi. O'tinda pishadi. Ham ikki barobar chiroyli bo'ladi. Grammi qancha? Bular 750 gram. 750 gram ekan. 750 gram. Narxi? 5000 so'm. Chapchak nonni. Chapchak nonni narxi ekan. Xalqimiz mazza qilsa bo'ldi. 400 gramlik narxi, 350 gramlik nonlar narxi. Hammasi zo'r, nonlarimiz sifatli. Mana do'stlar, mag'azini ham ko'rib turibsizlar. Ichigacha pishgan. Tajribalik Navoiyimiz shu yerda. Ta'midan ko'raylik buni. Bismillah. Yo'q. Durjalar ham Xitoydagi emas. Ha, Eronda durjasidan solamiz. Xitoyda mahsulotni ishlatmaymiz. yasha. Gap yo'q. Buni hamma mazza qilib yeydi shu uchun. Aka, qancha o'tkazayapsiz bir kunida? Bir kunga 12 xalta, 13 xalta shunday. 12 xalta, 13 xalta. Barakasini bersin. Bu yerda nafaqat non mahsulotlari dedik, bu yerda somsalar ham bor ekan mana. Kelaverasizlar. Ertalabki bomdod namozidan so'ng kechki shom namozigacha. Bu yerda Hasan Husanlarning oshxonalarida, ya'ni kuskovoy shashlik, mol shashliklar ham mavjud. Lekin shashliklari ham juda ham ajoyib ekan ta'mi. Molning shashligidan iste'mol qildik. Sifati a'lo lekin ta'm bo'yicha. Begonalar ham bor ekan. Do'stlar, maza qilib bedona ishnaganlar kelaverasizlar. Asosan boylarning ham ta'mini gapiradi. Mazali. Ha, muzqaymoqlar maxsus oynada vaflilari bu changdan, har xil mikroblardan himoyalanish uchun.